Abbos bolam, assalomu alaykum. Men Bo'stonliq rayoni Azatbosh qishlog'ida turaman. Mana shunaqa bitta uchastkam bor edi. 6 sotixlik, 6 xonalik, tayyor kirib o'tiradigan joy, havolari juda ham yaxshi, toza havo. Nima qilay bolam? Katta qarzga o'tirib qoldik. O'g'lim kredit olib qarzga botirib qo'ydi. Kelib qo'yishmayapti, sotishga majburman. Yordam ber iloji bo'lsa. Yordam ber iloji bo'lsa shu. Xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Sizning iloji boricha voqeroq qo'yishga harakat qilamiz. Alloh mushkullarni oson qilsin. Onagiram senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingdan oldida bosh egaman sof yuragingdan. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi. Yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim. Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi. Yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim. Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi. Yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda. Mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida. Asrasin yo Robbim